Bugün sizlere pena tom yopish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Afzalligi novida narxi necha so'm? Buni afzalligi yekan bosmaysiz, loy bosmaysiz, suv olmaysiz, to'proq tortmaysiz. Aha. Ham 3 baravar yengil bo'ladi, ishingiz tez bitadi. Ham narxi 3 baravar arzon tushadi. Joy ham nagrushga tushmaydi. Joy ham nag'urga tushmaydi. Aha. Afzalliklari shunda xudo xolasa. Bedozi ag'ach qo'yilgan, ag'ach ustidan reka qo'yilgan. Necha santidan bu? 10 sant arasi. 10 santidan. Ha. 10 santidan reka tashalgan. Bu sinib ketib, ustidan suv kirib, Yo'q. Hech vaj bo'lmaydi. Suv o'tirmaydi, sinmaydi, xudo xolasa. Bu termos bu. Uyda 1 gradus havo 1 gradus, deshanda 100 gradus qiziqtirmaydi. Necha sant qo'yiladi baga? Bu 10 sant kanalda qo'yiladi, metr kvadrati 55 mingdan xudo xolasa. 55 ming so'mdan. Ha. Xorazm bo'ylab ketamiz. Agarda narxini narsani kelishsak, xudo xolasa, ob'yem katta bo'lsa, Qoraqalpoq Beruniy ketaveramiz. Keyin 2 etaj joylar chiqishi mumkin. Ular ham shu bahadami? 55 dan. 55 ming so'mdan. Xudo xolasa, agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, Izzat Bekamga bog'lanib, xizmatlardan foydalansangiz bo'ladi. Bilasizlar, hozirgi kunda bu narsa trendda turibdi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qilib turibdi bu narsani. Shipirni karkasini tuzganlar, tenni, penani yapadilar, shipirni qaqib beradilar.